Bilasizmi? Men o'zimni oqlashni to'xtatganimga ancha bo'ldi. Sen unaqa qilgan ekansan, sen bunaqa qilgan ekansan, siz mana bunaqa qilgan ekansiz deydigan insonlarga to'ppa-to'g'ri aytasiz. Kam eshitibsiz. Men undan ham battarini qilganman. Siz men haqimda nima eshitgan bo'lsangiz, men 2 barobarman. Yaxshi desangiz yaxshi, yomon desangiz yomon. Men yaxshi ko'radigan, men haqiqatan sevadigan, menga ishonadigan, men yonimda qoladigan insonga men o'zimni oqlashimning hojati yo'q. Mendan ketmoqchi bo'lgan, mendan ayb izlagan, menga ishonmaydigan insonga esa o'zimni oqlaganimning foydasi yo'q. Shuning uchun o'zingizni oqlashni yig'ishtiring. İnsanlarga o'zingizni oqlash shart emas. Ular har doim o'zlari tushunmoqchi bo'lgan saviyadagina tushunishadi. Videoni o'tkazib olishingiz mumkin. Sog' bo'ling.